Assalomu alaykum hammaga obunachilarim. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz bugun Murodjon akam do'konlarga keldik. Taqcha bozorida reykalari ana. Assalomu alaykum Murodjon aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, keldim. Kilometrli bursimiz 90 ming so'm. Ha, kengsiz? Kilometrli straplaz 50 ming so'm. Zo'r. Rullatimiz 40 ming so'm. Voh, 3 metrlimiz 30 ming so'm. zo'r ekan. Rahmat. 3 metrli, 3 metrli bursimiz 60 ming so'm. Oh, 5 metrli baqot, qalbot to'sinimiz 150 ming bilan 200 ming o'rtasida. 150 mingga yo'q, 170 ming bilan 200 ming o'rtasida adashib ketdik. 1 metrli to'sinimiz, abishli to'sin 70 ming bilan 90 ming o'rtasida. oh. Baqvat 4 metrli to'sinimiz 100 ming bilan 150 ming o'rtasida. Eng kichkinasi 12, 15 gacha bo'ladi. 3 tomon, eng kichik tomoni. 1 metr to'sinlarimiz 110 ming bilan 130 ming o'rtasida. Obunachilarga vassalamiz 15 ming so'mdan donasi 10 talik, 9 10 talik qo'yilgan. Uzaq. Bunlar to'sinlarimiz bor ekan. Ming so'mdan 170 ming so'm o'rtasida qurib to'sin. Soqalar ekamiz bor. Tasmadan qolishmaydi, 6 talik qilib aylangan. 5,5 ming so'm metr. Jag'bili yo'q, hammasi soqirli. Men nomdan kelganlarga qanchalik skidka berasiz? Qilmaymiz ancha. Andijon, Namangan, Farg'ona, Dastashga ichida. Uka nomimizdan keladi. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling aka.